Qo'yilmasam. Voy. Olim aka. Nima qilyapsiz? Olim aka qayerga? Qayerga olib ketyapsiz? Qayerga olib ketyapsiz? To'xtang deyapman. To'g'risi, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. O'ylab qarasam, yaxshi ish qilmayman. Oldingdan o'tay deb keldim. Bu hayotda nimalar bo'lmaydi deysan, olim. Mendan o'tdi. Uzr. Shumi faqat? Shu. To'xta, olim, to'xta. Olim, yana bir gap bor. Shoshma. Bir iltimos. Faqat to'g'ri uchun. Shu jiyaning bilan gaplashib qo'ysang, ustimdan shikoyat qilib, ko'rsatma berib yurmasin. Iltimos. Iltimos, olim. Ayblarimni tan olayapman-ku. Uzr so'rayman. Iltimos, kechir o'rtoq. Axir sen bilan bir qishloqning odami bo'lsak, shunday paytda bir-birimizni tushunib, bir-birimizga yordam bermasak, biz qanaqa odam bo'ldik? O'zingga kelganda odam bo'lib qolasan-a? Agar bizlarga yordam kerak bo'lib qolsa, oqibating bilan odamgarchiligingni go'ringga tiqib, ko'zingga puldan boshqa hech narsa ko'rinmay qoladi-ku. Pul deysanmi? Beraman o'rtoq. Qancha so'rasang ayt. Og'zingga siqqanini so'ragin beraman. Faqat iltimos, jiyaniga tushuntir. Ko'rsatma bermasin. Mayli, nima desang hamma shartingga roziman. Menga qara, birinchidan harom pullaring bilan o'zingga o'xshagan poraxo'rlarni sotib olasan. Ikkinchidan, men senga o'xshagan odamlarning yo'lini to'sadigan vijdonsiz emasman. To'xta. Olim, to'xta, iltimos. Axir bolalarim bor. Oilamning ahvoli nima bo'ladi? Olim, qizim ahvolini bilasan-ku o'zing. Iltimos, yordam ber. Bir paytlar qizalog'imni seni oldinga ko'tarib borganimda men ham xuddi shunaqa yalinganman. Qizimni holini ko'rib turibsan, iltimos, yordam qildim. Esingdami? Bilasanmi sen nima degansan? Kechirim so'rayapman-ku, olim. Javobing esingdan chiqqan bo'lsa eslataman. Yaxshilab eshitib ol. Men iltimos bilan ish bitiradigan odam emasman. Tilxatlar shu yerda. Endi ketishingiz mumkin. Demak,
Meni bu ishga aloqam yo'q deb hisoblandimi? Shunday. Rahmat, komandir. Ha, aytgancha. Agar biror gap bo'lsa, sizga aloqaga chiqamiz. Telefon raqamingizni qoldirib keting. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Minbarni o'rtaroqqa olinglar. Bu yoqqami? Ha, xo'p. Tepaga 6 ta kreslo chiqarib qo'ysangiz sig'armikin? Sig'adi. Diloromxon gullarchi? Gullar Sharif opaga aytganman. Ertaga pul ajratib berishlar kerak. Hali qiladigan ish rosa ham ko'p-da. Hovlini ham tozalash kerak. Ulguramizmi, Diloromxon? Ulgurishimiz kerak. Ha, bo'pti-da. Qani bo'linglar. Nega o'zi birdan keladigan bo'lib qoldi? Shuncha yildan beri qorasini ham ko'rsatmagandi. Alo, assalomu alaykum. Adib opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, Diloromxon, nima gap? Tezroq gapiring. Ertaga Sherzod Shermanovich kelishlariga tayyorlanayotgandek. Shunga Sherzod Shermanovich orqali obodonlashtirishdan 3-4 ta odam gaplashib bera olmasmikinlar deyotgandim. Qanaqa odam? Hovllarni tozalashga, yig'ishtirishga. Nima qilasiz ularni ovora qilib? Qo'lingizda shuncha xodim bor. Olib chiqing. O'lib qolmaydi. O'zi ishlaydigan joy, o'zi ishlaydigan ko'cha tozalasin. Lekin dars qolib ketadi-da. Oksford yoki Kembrij emas-ku. Bir kun dars qolib ketsa hech nima qilmaydi. Olib chiqing. Bir kun tozalashsa o'lib qolishmaydi. Xo'p. Alo, oyi. Voy, bolam, Men chiqdim. Botir, bormisan? O'lay dedim-ku, kutaverim bolam. Xudoga shukr, qaytib berganiga shukr. Yig'lamang, oyi. Men yaxshiman. Yaxshi bo'ling, loyim, qutulganing rost bo'lsin. Tuzumusan o'zi? Tuzumusan, qiynalmadingmi bolam? Oyi, yana telefon qilaman. Hozir doktor keldi. Bolam, xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Nasılsınız? Yaxshimisiz? Başarınız Boshingizda og'riq bormi? Bu ağrılar Bu og'riqlar 2-3 soatda ketadi. Telefon hanuz Telefon mumkin hozircha değil, mumkin tamam mı? emas, xo'pmi? Tamam. İyi günler. Kuningiz yaxshi o'tsin. Nigora? Ha, yo'l bo'lsin. Yetar endi shuncha yotganim opa. Ishni ko'ray. Bemorni ko'rgani keluvdim. Sizni yurishingizni qarang. Xo'sh. Oy, qalaysiz? Juda ham yaxshi. Ko'rinishingiz yaxshi. Ko'z tegmasin. Ertadan ishga chiqmoqchiman.
ishga Ha? hech tinch o'tirmas ekansiz-da. Mayli. Hali yangi joy, yangi jamoa. Yaxshi, ajoyib. Shu faqat siz yetishmayapsiz. Aha. Urushib talashgani-ya? Bilasizmi? O'zi yaxshi do'stlar boshda rost urushar ekan. Bizga o'xshab. Xuddi bizga o'xshab. Mayli. Ketdik, birga ketamiz. Buni sizga olib kelgandim. Voy, yo'g'e, nimalar olib keldingiz? Meva-chevalar. Birga yeymiz, yuring. Tinch o'tirmaysiz. Xuddi musichaga o'xshaysiz. Bemor bo'lib mazza qilib yotsangiz bo'lmaydimi? Xo'sh, nima yangiliklar? Sizga og'irlik bo'lmasin, bering shuni menga. Rahmat opa. Yangiliklar juda ham ko'p. Yo'ldoshev ketadi deyishyapti. Ketganda ham qamaladi. Voy, haligi bitta qiz bor edi-yu, Zahromi, Zuhrami? O'sha tergovda sotibdi. Hammasini paytavasiga quritishgan. Nigor! Kim bor, yordam beringlar! Nigora! Nigora, Ushlang. ko'zingni och. Yaxshilab ushlang. Nima bo'ldi? Bilmasam birdan hushdan ketdi. Bunaqasi birinchi marta o'rtoq Yo'ldoshev. Joy qurib qolganmidi uchrashishga? Yaxshimisan do'stim? Rahmat. Nima bu ahvol? Dalani o'rtasida uchrashuv. Haligi shunisi tinchroq deb o'yladim. Yaxshi. Do'st bilan obod uying garu bo'lsa, vayrona ham deyishgan ekan. Kelaveramizda vayronaga. Rahmat. Ishlaring qalay? Bir navi o'zingda-chi? Yaxshi, ishlayapmiz. Tinim yo'q. Yangi qarorlar, rejalar ko'p. Yaxshi. Shu desang, men seni bu yerga bekorga chaqirganim yo'q. Ko'rinib turibdi. Nima biron ish boshladingmi? Kattaroq. Hali mana shu yerlardan katta klinika ochaman demasang bo'ldi. Yo'q. To'g'risini aytsam, gapni senga nimadan boshlashni ham bilmayapman. Tortinma, so'rayver. Begona emasmiz-ku. Senga o'xshagan fidoyi jonkuyar halol odamlar uchun har doim yordamga tayyormiz. Muhimi xalqni og'irini, dardini yengil qilsak bo'ldi. Xullas, sen bilmaydigan bitta-ikkita ish bo'ldi. O'zim nimaga unday qilganimga ham hayron qolyapman o'ylab turib. Shuni do'stim haligi boshqalarda eshitsang quloqqa xunuk eshitilar deb o'zim senga aytishga qaror qildim. Xullas, gapni nimadan boshlashni ham bilmay turman to'g'risi. Shuncha ish qilib, yana qaysi bet bilan meni oldimda turibsan? Do'stim, ishon, meni shayton yo'lda urdi. Shayton? Qirg'ilikni qilib, endi aybni shaytonga ag'daramizmi? Davlat senga o'xshaganlarga lavozim bersa-yu sen bo'lsang, senga o'xshaganlarni deb odamlarni butun boshli tizimga ishonchi yo'qoladi. Bitta tarraqi buzoq butun boshli podani bulg'aydi deb sendagilarga aytadi. Yana qaysi bet bilan yordam so'rayapsan mendan? Bugundan boshlab meni sendagi do'stim yo'q. Do'stim, Davlatni dushmani meni dushmanim. do'stim. Iltimos.
Assalomu alaykum Dilorom opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Ozoda? Ketib qolaman deb rosa qo'rqitding-a? Hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi. Nega dars qolib hamma ko'chada? Kecha ana u deputatning xotini kelganda Adib opa. Ertaga erlari kelarmish. Shunga u yer bu yerga qarab qo'yila degandilar, ishlab yotibmiz, uyalib qolmaylik deb. Voy, opa. O'qituvchi ham ko'cha tozalaydimi? Endi u yer bu yerni sal-pal pardozlab qo'yaylik dedim-da. Uyalib qolmaylik yana. Opa, deputat bo'lib o'zi o'qigan maktabdan bir xabar olmay u uyalmagan. Siz nimadan uyalasiz? Kelsin, ko'rsin maktabning ahvolini. Siz hozir yaxshilab qo'yasiz. Ertaga kelganda u nima deb o'ylaydi? Hammasi yaxshi ekan, hammasi joyida deb o'ylaydi. Qo'ying, opa. Hamma o'z ishini qilsin. O'qituvchini vazifasi dars berish-ku, opa. Ko'cha tozalash emas. Nahot o'zingizni qadringizni bilmayapsiz? O'quvchilar nima deb o'ylaydi keyin? Ertaga men ham shunaqa ko'cha tozalovchi bo'lar ekanman deb o'ylamaydimi? O'g'il opa. Tashlaylar. Tashlaylar. Kirib darsinglarni o'tinglar. Demak, siz o'rmonni pul o'g'irlaganini bilgansiz. Yo'q. Men undan o'zimni pullarimni so'radim. Chora degan jiyanim bergan pullarni. Aytyapman-ku, men hech qanday pul olmaganman undan. Sherigim yo'q meni. O'zim ishlaganman har doim. Qaysi ishlaringizni tan olib ayta olasiz? 12 ta odamning plastikidan pul yechganman. Bitta hisob raqamdan 30,000 dollar yechganman. Bo'ldi. Nega? O'rtog'imning operatsiyasiga pul kerak edi. Shuning uchun yechdim shu 30,000 dollarni. 20,000 dollari kerak edi. O'lib qolardi bo'lmasam. Shunga yechdim. Ertaga ishlaringiz sudga oshiriladi. O'zingizga advokat toping. Olib chiqing. Turing. Chiqing. Ozgina yursam bo'ladimi? Anlamadim. Tushunmadim. Ozgina yurmoqchiman. Tamam. Ha, mayli.
Uyga vazifa tushunarlimi? Tushunarli. Kichkina bir e'lonim bor sizlarga. Men ertadan boshlab yangi eksperimental dars tizimi asosida sinf ochyapman. Kimda kim qiziqsa, familiyasini beradi. O'qish bepul. Xo'sh, bu qanaqa tizim? Bu hozircha maktab darsligidan tashqari tizim. Bunda kim qaysi fanni o'zlashtirishni o'zi tanlaydi. O'qituvchini ham o'zi tanlaydi. Dars vaqtini ham o'zi tanlaydi. Kim yaxshi o'qisa, sinfdan sinfga sakraydi. Ya'ni o'zlashtirishiga qarab sinfga bo'linadi. Yaxshi o'qiy olmaganlar qoldiriladi. Agar musobaqa, olimpiada yoki shunga o'xshash tanlovlarda g'olib bo'lsa, pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Bitiruvchilar uchun esa O'zbekistonning eng katta 5 ta oliygohlari bilan birgalikda maxsus tayyorlov darslari yo'lga qo'yiladi. Endi buni bugun uydagilaringizga borib tushuntiringlar. Kim qiziqsa, ertadan ro'yxatga yozib olamiz va darslarni boshlaymiz. Tushundinglarmi? Mayli, yaxshi o'qinglar. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Sizni ishingiz bilan tanishib chiqdim. Menga hammasini bir boshdan o'z ochiqchasiga hech nimani yashirmasdan aytib berishingiz kerak. Men hech nimani yashirmaganman. Tergovchidan. Unga hammasini aytib berganman. Agar o'qigan bo'lsangiz, bor gap shu. Unda gap bunday. To'g'risini aytsam, sizni jazodan qutqarib qala olmayman. Kamida 2 yildan 5 yilgacha berishadi. Qo'limdan ko'p narsa kelmaydi, lekin shu jazoni qisqartirishga yoki ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilishiga harakat qilishim mumkin. Yaxshi. Juda soz. Unda boshdan boshlaymiz. Uyg'ondingizmi? Rosa charchabsiz, yanga. Ko'zim ilinibdi. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Faqat boshim ozgina og'riyapti. Uyga ketaman debsiz. Yaxshilab davolanib keyin ketsangiz bo'lardi. Bosh bilan hazillashmang, jonim. Biram mehribonsiz. Tog'am shu yerdalarmi? Yo'q, chaqiraymi? Kesalarmi? Yo'q, shunchaki so'radim. Kerak bo'lsa aytavering. Baribir muhim ishimiz bo'lmasa, bolaga qaramasak. Yanga. Sizga bir gap aytmoqchiman anchadan beri. Lekin hech vaziyat to'g'ri kelmagandi. Doim ko'nglingizni o'rtib qo'yaman deb gapirmadim. Yaxshiyam gap bo'yingizni ochdingiz. Agar ruxsat bersangiz, sizni o'zim davolashga harakat qilib ko'rsam. Bilaman, hali unchalik yaxshi shifokor emasman, lekin chiqmagan jondan umidli bo'linib ko'rmoqchiman. Yanga, faqat gaplarimni ko'nglingizga olmang. Men chin ko'ngildan gapiryapman. Nega ko'nglimga olarkanman? Jon deb davolanaman. Birinchi bemoringiz o'zim bo'laman. Xo'sh, qachondan boshlaymiz? Ertadan boshlaymiz. Yo'q. Bunaqasi ketmaydi.
3 kundan keyin chiqasiz. Keyin boshlaymiz, bo'ptimi? Bo'pti. Assalomu alaykum Fotima opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Nigora? Yaxshi, rahmat. Mana ishga chiqib qoldim. Xonada bo'laman. Ha, xo'p, mayli. Assalomu alaykum. O'g'loy opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qildim. Yo'q, bexijolat. Nima gap Ozodaxon? Tinchlikmi? Men Dilorom opadan xabar olmoqchi edim. Ha, Xabar bormi? men ham ko'p narsa bilmayman. Bilganim, o'qituvchilarni ko'cha tozalashga chiqargansiz. Maktab fondidan noqonuniy pul sarflagansiz deb ayb qo'yishibdi. Shundan beri jim, xabar yo'q. Tushunarli. Mayli Ozoda, meni darsim bor edi. Yana gaplashamiz. Rahmat. Bo'pti. Duo qiling, oyi. Ey bolajonim, Xudoyim o'zi shifo bersin. Sog' salomat bahrimizga qayt. Amin. Allohu akbar. Qandimni vereceğim? O'zim olib beraman. Lütfen Qani oturun. keling. O'n kundan keyin sud. Yana bir ikkita hujjatlar qoldi tayyorlashga. Guvohlar. Yana biror kim bormi bularni bilgan yoki ko'rgan? Telefon qilsam bo'ladimi? Hozir. Alo? Alo. Alo. Alo, kim bu? Alo, Jamol, senmisan? O'rmon, senmisan? Turkiyaga ketaman deganding-ku, ketmadingmi? Yo'q, Jamol. Yangi raqam oldingmi? Alo, O'rmon. Alo. Menga qara, Jamol. Botir keldimi? Telefon qildingmi? Yo'q, kelgani yo'q. Telefon ham qilmadi. Yaxshi, shuni so'raydigan. Raqam o'zingnikimi? Qayerdasan? Va alaykum assalom. Demak, bugun yana yangi o'qituvchimizni sizlarga tanishtiraman. Avval ham maktabda ishlaganlar. To'maris opa.
Balki sizlarga ham dars o'tgandirlar. Ona tili va adabiyot darsini bular o'tadilar. Rahmat. Xo'sh. Tanishamizmi? Assalomu alaykum Dilorom opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ozoda yaxshimisan? Men yaxshiman, rahmat. Sizni ovozingizni eshitib juda xursand bo'ldim. Qutilganingiz rost bo'lsin. Ha, ortda qolgan rost bo'lsin. Ishdan ketdim qizim. Taqdir ekan. Jarima bilan qutuldim. Sen bilan ishlamoqchi edim, rosti, lekin nasib qilmagan ekan. Afsusdaman opa. Peshonada bor edi endi. Senga omad, charchama qizim. Agar biror yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmay qo'ng'iroq qilishing mumkin. Xo'p opa. Qo'limdan kelsa albatta yordam qilaman, xo'pmi qizim? Xo'p. Aytgancha, birinchi oylik pullaringni topdingmi? Topdim opa. Pochcham yuborgan pullardan olib turadigan bo'ldim. Baraka topsin. Qara, baribir o'qituvchi odamni tushunadi-da. O'zi bo'lmasa ham puli bilan yordam beryapti. Mayli qizim. Ha, o'zlariga ham keling dedim. Ishlaysiz desam, o'ylab ko'raman dedilar. Baraka topsin. Xo'p opa, kelib turing biz tomonlarga ham. Yuragim ko'tarsa boraman, lekin sen davom etgin. Ortga qaytma, xo'pmi qizim? Xo'p opa. Mayli Ozoda, ishlaringga omad va rivoj. Sog' bo'l. Mayli opa, rahmat. Qarang, buni 3 mahal ovqatdan keyin ichasiz. Xo'p. Buni ertalab yarimtadan. Bo'pti. Buni uxlashdan oldin. Xo'p. 1 mahal. Xo'p. Ukolni ana yerda qoldirdim. Buni ham oling. Rahmat Nigora. Rahmat. Baraka top Nigor. Rahmat senga. Nega tog'a? Shunchaki yengilmaganing uchun. Yo'ldoshevni ketganini eshitibsiz-da. Ha. Lekin uni men ketqizganim yo'q. O'zini qilmishlari. Ishqilib o'rniga yaxshi bir insofli odam kelsin-da. Balki yoshlardan bo'lar. Balki seni qo'yishar. Yo'q, tog'a. O'zi ishga zo'rg'a olishdi-yu. Uni ustiga mansab uchun kelmaganman. Menga sog'lom onalar, sog'lom bolalar tug'ilsa, shuni o'zi yetarli. Qaniydi shu senga o'xshagan yoshlardan ko'p emas, 5-6 ta bo'lsa bizni qishloqda shaharga kasal ko'tarib yugurishdan qutulgan bo'larmidik. Bo'ladi tog'a, bo'ladi. Agar yaxshi ishlab ketsam, meni kursdoshlarim bor. Ish izlab yurishibdi. Rozi bo'lishadi. Faqat hovlidan joy qilib bersangiz bo'ldi. Kesin yashasin. O'zim boshqa joyga chiqib ketsam ham shu uyni topshirardim sizlarga. Chaqir, kelishsin. Chaqiraman sekin-sekin. Yanga, qo'ying, yig'lamang endi. Qo'ng'iroq qilib qolar. Ozgina sabr qiling. 12 soatdan beri xabar yo'q. Yana qancha sabr qilay? Nimadir bo'lgani aniq. Ko'nglim sezib turibdi. Yanga, yaxshi niyat qiling. Guli, tur suv olib kel, tinchlaning. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Nimadir qiling. Ergashjon, iltimos. Iltimos. Men nima ham qila olaman, yanga? Allo? Nima qila olaman? Aka? Oya akam. Hozir aka. Allo. Bolam. Yaxshimisan? Jonim chiqay dedi-ku bolam. Yaxshi o'tdimi? Xo'p, oyi, men yaxshiman. Xavotirlanmang. Uyqum keldi, oyi, charchadim. Lekin yaxshiman. Telefonim ishlamay qoldi. Keyinroq telefon qilaman, xo'pmi? Damin ol. Xudoga shukr. Damin ol bolam.
O'zingga shukr, Xudoyim, o'zingga shukr. Xo'p, oyi. Tamam. Yaxshi dam oling.